Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Abu Bakr Ibrohimov. Bugun navbatdagi podkastda sizlar bilan ko'rishib turganimdan benihoyat xursandman. Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz. Hammaga kunni xayrli vaqtini tilaymiz. Kim qaysi vaqtda ko'rayotgan bo'lsa. Demak, bugun siz bilan navbatdagi podkastimizni mavzusiga to'xtalishdan oldin biz podkastimizni umumiy nomini nomlab oldik va uni nima deb qo'ydik? Nomini Dalda podkast deb nomlashga qaror qildik. Va bu dalda degan so'zni nima uchun dalda? Birinchi navbatda biz asosan psixologik mavzularga to'xtalamiz. Okey, boshqa ijtimoiy masalalarga ham to'xtalishimiz mumkin. Psixolog bo'lganligimiz uchun va psixologdan odamlar asosan nimani xohlaydi? Daldani xohlaydi. Dalda maqsadida, ilinjida kelishadi. Okey, muammolar bo'ladi, o'sha muammolarni aniq yechimlarini ham istab xohlab keladiganlar bo'ladi. Lekin insonlarga kerakli bo'ladigan eng asosiy narsa dalda. Biz qaysidir informatsiya bilan odamlarga dalda bo'lishimiz mumkin, balki maslahat bilan dalda bo'lishimiz mumkin yoki qaysidir tushunarsiz narsani tushunarli holatga keltirib dalda bo'lishi mumkin. Umuman olganda va shu orqali biz insonlardagi biror bir yoqimsiz psixologik holatni sal bo'lsa ham yengillashtira oladigan bo'lsak, ularda rivojlanish yo'lini bir ochishimiz mumkin, rivojlanish yo'liga tushishga yordam berishimiz mumkin deb o'ylayman. Xuddi shunaqa. Ya'ni bu podkast поддержка podkast hisoblanadi agar rostdan ham dalda ruschasiga поддержка deydi. O'zi har doim ani bizga kerak bo'ladigan eng ko'p kerak bo'ladigan narsa поддержка deymiz. Mana ani misol uchun bizda ham shu podkastda albatta sizni bizni kuzatuvchilarimizni podдержкасini xohlaymiz. Dalda podkastiga dalda bo'lish uchun albatta unga like bosing, izohlarni yondiring, xullas obuna bo'ling va barcha yaqinlarga jo'natib qo'ying. Xuddi shunaqa. Xo'p, endi podkastning mavzusiga o'tadigan bo'lsak, o'tgan safargi podkastni davomi deb qarasa ham bo'ladi. Ya'ni o'tgan podkastda o'zi u mavzu juda katta bo'lgani uchun bugun o'shani bir qismi davomi nima uchun biz muhim ishlarni ortga suramiz. Mana shu mavzu asosida bugun suhbatlashamiz. Xo'p, ustoz, biz muhim ishlarni o'zi nima uchun ortga suramiz? Xo'p. Muhim ishlarni ortga surish psixologiyada o'rganilishi haqida ozgina gapirib o'taman. Buni juda qiyin so'z. Prokrastinatsiya deydi. To'g'ri aytganmi? Bittada to'g'ri aytganim o'zi katta gap. Prokrastinatsiya. Demak, nimalarnidir keyinga, ertaga, dushanbaga qoldirish yoki yangi haftadan, keyingi yildan yoki yangi yildan degan narsalar. Mana shu narsa prokrastinatsiya, ya'ni ishlarni keyinga qoldirish hisoblanadi. Va biz odatda ishlarni keyinga qoldirishimizni asosiy 3 ta sababni aytib o'taylik. Birinchisi, biz yetarlicha dangasamiz. Shunday kuchli dangasalik quvvatiga egamiz va biz narsalarni, ishlarni bemalol keyinga qoldira olamiz. Ikkinchisi, dangasalik ham hammaga emas deydi-ku. Xo'p, ikkinchisi, biz nima uchun ishlarni, muhim ishlarni keyinga qoldiramiz? Biz o'zimizga ishonmaymiz. Biz hozir shu narsani qila olishimizga ishonmaymiz. Biz shu ishni uddalashimizga ishonmaymiz. Shuning uchun yaxshisi boshqa vaqtga qoldira qolamiz. Uchinchisi, biz perfeksionistmiz. Perfeksionistlarni ham ikki xil bo'ladi-da. O'zi qilgan narsadan qoniqmaydigan perfeksionistlar bo'ladi. Bir nimani qilish uchun qulay sharoit, qulay muhit, qulay kun, qulay vaqt, qulay ob-havo, qulay kayfiyatni kutadigan perfeksionistlar bo'ladi. Ikkinchisi haqida gapiryapman. Aynan mana shunaqa perfeksionistlar qulay sharoit, qulay kun, qulay vaqt, qulay bir on, qulay odam qulay bir xonani kutib o'tirmaydi-da, boshlab yuboradi. Kirisha oladi va undaylar odatda hech qaysi ishini keyinga qoldirmaydi. Hozir shu yerda bajaradi. Lekin perfeksionistlar, hozirgi tipdagi aytib o'tganimizdek perfeksionistlar odatda qulay vaqt, sharoit, kun, on, odam, kayfiyatni kutadi-da, ishlarni keyinga qoldiraveradi. Aslida esa unday qulay sharoit, vaqt, imkoniyat o'zi bo'lmaydi.
ani Shohruxxonning qo'shig'i deymiz, dam bu dam bu Ha. o'tgan damni dam dema deydi-yu. Aslida bu bir ismi taxallusi esimdan chiqib qoldi. Furqatmi, Fuzuliymi, o'sha bir bizni tarixiy shoirlarimizdan birini g'azali yoki ruboiysidan olingan misralar ekan. Ustoz, hozir siz prokrastinatsiya haqida aytdingiz. Men bu haqida o'qigan edim. Vaholanki hozir uzr tushib qoldi mavzu. Prokrastinatsiyani o'qiganimda u yerda shunaqa yozilgan ediki, biz ko'proq ishlarni chetga surmaymiz. Ishlarni nima deydi, rejalar yomon bo'lgan chunki dangasalik uchun chetga surmaymiz deyilgan. Biz undagi hissiyotlarni yoqtirmaganimiz uchun chetga suramiz. Ya'ni nima hissiyot? Bu yoqda omadsizlik yoki ish o'xshamasligi yoki qiladigan ishimiz yoki o'sha sohaga doir bo'lgan murakkab vaziyatlarni xohlamaganimiz uchun yoki o'sha qilgan ishimiz yaxshi chiqmasligini nima deydi, o'ylash fikrlarimiz, ya'ni shu hissiyotlar o'sha ishni, muhim ishni chetga surishga aniq bo'lish sabab bo'lishanda shunaqa yozilgan ediki, qarama-qarshilik miyani reja tuzadigan qismi u ko'proq aniqlik qadamma-qadam bo'ladigan aniq bo'lsa, anonisi u ko'proq zavqlanish, miyani o'sha limbik qismi ko'proq zavqlanish. Ratsional miya deydi va limbik miya. Ha, limbik. Anonisi o'zi ilmiy tilda boshqacha edi. Limbik bu limbik. Limbik bu ko'proq zavq va nima deydi, rohatlanish, hissiyotlarga javob beradigan miyaning nuqtalari. Bizda biron bir ishni, o'sha muhim ishni bajarishimizdan oldin mana shu ikkalasi to'qnash keladi. Reja tuzadigani va shu emotsiyalarga javob beradigani. Emotsiyalarga javob beradigani bu tezkor natijani xohlaydigan va shuning uchun u ko'pincha ustun kelar ekan. Va buni sababida odamlar o'sha anaqani o'qishim bo'yicha shunaqa yozilgan edi. Odamlar ko'proq o'sha hissiyotlarni yoqtirmagan uchun, o'sha hissiyotlardan qo'rqqani uchun muhim ishlarni ortga suradi deb aytib o'tgan edi. Qo'rquv, o'sha ish o'xshamasligi to'g'risidagi xavotir yoki odamlarning qaysidir bir gaplari, har xil kutilmalarni u oldindan, hali qadam bosmasdan oldin o'shalar xayoliga keladi, undan ko'ra yo deydi, buni keyinroq qilaman deb xuddi o'sha ideal vaqt, ideal narsalar, hamma narsani kutadi. Imposter bo'lib qoladi inson o'ziga o'zi. Umuman olganda, boya o'ziga ishonchsizlikni bitta faktor sifatida keltirdim-ku. O'ziga ishonchsizlikka mohiyatida juda ko'p salbiy hissiyotlar, salbiy fikrlar ham yotadi-da. Va eng kattasi bu qo'rquv. Qo'rquv. Va o'sha qo'rquv bizni hozir boshlashga yo'l qo'ymaydi. Hozir boshlasak nimadir bo'lib qo'yadigandek yoki hozir boshlasak nimadir o'tkazib yuboradigandek fikr bo'lishi mumkin. Va o'tgan safar biz scrolling haqida gap ketganda va biz narsalarni nima uchun keyinga qoldiramiz, ertaga qoldiramiz? Chunki hozir bizni chalg'itayotgan narsalar ko'p. Aynan biz juda ko'p chalg'iyotganligimiz sababli bir nimani boshlay olmay qolganmiz. Biz rostdan bir nimani bundoq ushlab boshlay olmay qolganmiz. Va eng yomoni bizda g'oya paydo bo'lgani, bizda reja tuzilgani bu o'sha ishni boshladik degani. Va bizda prokrastinatsiyadan ham ko'p, ya'ni ishlarni umuman keyinga qoldirishdan ham ko'prog'i yakunlanmagan ishlar ko'p. Biz juda ko'p ishni boshlab qo'yganmiz. Misol uchun aytaylik, agar kompyuterda hujjat bilan ko'p ishlaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, bundoq ochib qaraydigan bo'lsa yoki ilmiy ish bilan shug'ullanadiganlar bo'ladigan bo'lsa, kompyuterni bundoq ochib qaraydigan bo'lsa, boshlangan lekin davom ettirilmagan, tugatilmagan hujjatlari, ilmiy maqolalar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Agar kontent oladigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, kontentni g'oyasini qayergadir yozib qo'ygan, lekin o'sha g'oyani hali ham olmaganlar bo'lishi mumkin. Yoki oddiy kundalik turmush tarzimizda shunchaki kimgadir qo'ng'iroq qilib nimanidir kelishib olish kerak. O'sha kelishib olmagan odamlar ko'p, lekin g'oyasi bilan hali ham yuribdi.
shu savolni biz mana shu yerda hozir o'rtaga qo'yishimiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? O'zi biz ishlarni keyinga qoldirishimiz nimasi yomon? Ishlarni keyinga qoldirishi nimasi yomon? O'zi aslida uni yomon tarafi yo'q. Endi mana shu yerda bundoq pauza qilamiz. Bizni kuzatuvchilarimiz shundoq pauza qilingda, ishlarni keyinga qoldirishi nimasi yomon, shu narsa haqida o'ylab ko'ringda, kommentda albatta yozing. Mana endi davom ettiringchi. Xo'p, yo torting. Ishlarni Keyinga qoldirishi nimasi yomon? Nimasi yomon? Yomonmi? Ya'ni yomon tarafi yoki yaxshi tarafi aytaveramiz. Xohlasangiz yaxshi tarafini topolsangiz toping. Xo'p, keyinga qoldirishi yaxshi tarafi, chunki hozirgi holatda balki qanday bir voqealar, hodisalar, triggerlar, postlar bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha narsa o'chirib boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Holat taraf. O'zi aslida muhim ishlar deb, o'zi avval u oldin muhimmi? Birinchi o'rinda shu. Toqati yetmaydi. Bu ish o'zi menga emas ekan deb aytadi. Aynan mana shu menga emas ekan hissiyot va bu ertaga bir 40 ga kirganda, o'sha paytda shu ishni qilsam bo'lar ekan degan afsus hissiyotiga o'tib ketadi. Xullas, baho bering. Yaxshimi, yomonmi ishlarni keyinga qoldirish? Ijobiymi, salbiymi bu? Endi bu unikalda har bir insonda holat va sotsialnasiga qarab turadi, lekin aslida bu salbiy. Yaxshi. Aslida salbiy. Kelishdik. Kerakli javob sekin kelyapti. Endi o'zingizdan kelib chiqqan holatda birinchi buni ijobiylashtirishga harakat qildingiz. Endi siz ozgina tahlil qilib tashlayman hozir. Bo'ldi. Xo'p. Siz tabiatingizda ozgina perfeksionizm yo'q emas. Perfeksionist odamlarga ishlarni keyinga qoldirish normalga aylanib qoladi. Ular bemalol keyinga qoldiraveradi va bunga o'zi uchun yetarli bahona desak kimgadir tegib ketishi mumkin. Dalillar topib bera oladi. Dalillar. Hozir qilmadim sababi aytaylik. Misol uchun mana hozir videoni olmadik chunki xona yetarli darajada bir shinam emas. Hozir videoga olmadik sababi kameraga oladigan telefonimiz yetarli darajada tiniq olmaydi. Hozir videoga olmadik sababi chiroqlar yetarli darajada misol uchun o'sha освещение qilib bera olmayapti. Va biz o'zimizga o'zimiz dalillar topib bera olamiz har doim. Ayniqsa perfeksionist bo'ladigan bo'lsak, mukammallikka mana juda qattiq intiladigan odam bo'ladigan bo'lsak, har doim biz o'zimizga o'zimiz dalil topib bera olamiz. Hozir shu yerda o'sha ishni qilmaganimga. Va ishlarni keyinga qoldirish deganda bizni qo'limizda bo'lmagan ishlar haqida gapirmayapmiz. Bizni qo'limizda bo'lgan ishlar ham juda ham ko'p. Hozir shu yerda biz nimadir o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan harakatlar, ishlar, vaziyatlar juda ham ko'p. Va biz keyinga qoldiramiz. Odatda o'zimizga shunday sabablar topib beraveramizda. Va endi yomon tomoni haqida bundoq qidirganingizda orada afsus degan so'z bor. Afsus etdim. Afsus yoqimli hissiyotmi? Bu yoqimsiz hissiyot. Afsus bilan odam bir sekund ham yashashni xohlamaydi. Va afsus bilan yashayotgan odamlar eng ko'pi o'tgan videoga qaytamiz, scrollingga kirib ketadi. Chunki afsusdan ko'ra odam nimadir bilan o'zini chalg'itishni xohlaydi-da. Agar uni bir yaxshi ishi, yaxshi bir yumushi, yaxshi hobbisi yoki yaxshi qandaydir do'sti, munosabatlari bo'ladigan bo'lsa, o'shalar bilan chalg'iydi. Oilasi bo'ladigan bo'lsa, oilasi bilan chalg'iydi. Lekin hamma ham o'zidagi atrofdagilardan yetarli darajada qoniqmaydi. Ishidan qoniqmaydiganlar qancha. Va katta ehtimol bilan shunday telefonni oladi, kirib ketadi. Nima uchun? Afsusdan qochadi. U o'tirib afsuslanib o'tirishni xohlamaydi-da, undan ko'ra shunday scrollingga, telefonga kirib keta qoladi. Va u yerdagi har xil kontentni ko'rib maksimalni chalg'iydi. Lekin chalg'ituvchi hech nima bo'lmaydigan bo'lsa, u shunchaki etini yeb o'tiradi. Nimaga qilmadimi? Nimaga o'sha vaqtda bo'lmadi-ya? Nimaga dangasalik qildimi? Mana xuddi o'sha sharoitda o'tib ketdi, bu bunaqa qilardi. Men lekin o'sha narsadan imkoniyatdan foydalanmadim. Va yo'qotilgan imkoniyatlardan
odam juda og'ir tushkunlikka ham tushib ketadi. U o'tib ketdi, 20 yil o'tib ketdi. Undan keyin u yana qo'shimcha 88 ta imkoniyatni qo'ldan boy bergan bo'lishi mumkin. Lekin aynan o'sha afsus hissi juda yoqimsiz hissiyot. Odamlarda psixologik buzilishlargacha o'tib ketadi. Afsus bilan og'rigan odamlar. Yana bitta narsa bor, hozir xayolimga keldi. Biz shunchaki vaqtni qadrlamaganligimiz uchun ham ishlarni keyinga qoldiramiz. Ya'ni vaqt deganda hozirgi vaqtni. Aslida eng qimmat vaqt, mana inglizda time is money deydi-ku. Vaqt bu pul deganda, ular kelajakdagi vaqtini emas, o'tib ketgan vaqtini emas, hozirgi vaqtini pulga chaqishadi. Ya'ni hozirgi vaqt chunki eng qimmat vaqt. Va hozir biz bu nimanidir o'zgartira oladigan vaqtimiz. Onimiz hozir. Va shundan kelib chiqqan holatda vaqtni qadrlamagan, hozirgi vaqtini qadrlamagan odamlar keyinga qoldiradi. Chunki mashhurlardan kimdandir eshitdim, Bill Gatesmidi, Steve Jobsmidi, palonchi deb aytkim kelmayapti. Shu o'sha degan trenddagi shaxsiy rivojlanish bo'yicha eng zo'r aqlli gaplarni aytgan odamlardan shunaqa fikr bor edi. Agar biz hozir bizga kelgan g'oyani, qilishimiz kerak bo'lgan rejani, ishni, vazifani agar hozir bajaradigan bo'lsak, uni 99% o'sha narsaga erishamiz, xohishimizga. Hozir kirishadigan bo'lsak. Agar biz katta ehtimol bilan shu ishga 24 soat yoki 48 soat 2-3 kunning ichida kirishmasak, unga erishish ehtimolimiz taxminan 50% chopiladi. Qilamiz yoki qilmaymiz. Endi agar biz o'sha hozir xohlagan, rejalashtirgan ishimizga shu 3 kundan keyin kirishimiz ehtimoli 30% qolar ekanda. 30 yoki 20% qoladi. Va biz o'zimizni tahlil qilib ko'raylik va bizni kim ko'rayotgan bo'lsa, o'zingizni tahlil qilib ko'ring. Qachon siz nimadirni reja qildingiz va o'sha vaqtda kirishdingiz, katta ehtimol bilan o'sha yerda nimadir natija bo'ladi. Hech bo'lmaganda nimadir o'xshamasligini siz o'zingiz uchun kashf qilasiz. Nimadir reja qildingiz, o'sha rejaga 2-3 kunning ichida uzog'i bilan kirishdingiz. O'sha yerda ham natijalar ko'proq bo'ladi. Lekin siz shunday o'ylagan ishingizni 3 kun o'tkazib yoki 1 hafta o'tkazib muvaffaqiyatga erishgan ishlarimiz deyarli yo'q hayotimizda. Deyarli yo'q. Va lotereya hisoblanadi. Agar misol uchun siz qachondir o'ylab qo'ygan ishingiz va 5 yildan keyin o'sha ish shunday boshladingiz va muvaffaqiyatga erishdingiz. Va buning uchun ham muhim ish qilish kerak. O'zi biror bir videoni, navbatdagi bironta podkastda time management haqida gaplashsak bo'lar ekan. Ya'ni vaqtni boshqarish haqida. Vaqtni boshqarish, bu narsani yozib qo'yish kerak. Demak, keling endi misol uchun yetarlicha sabablarni muhokama qildik. Ya'ni biz nima uchun ishlarni keyinga qoldiramiz? Shu bitta umumlashtirib sanab ketaylik. Birinchisi, o'zimizga yetarli darajada ishonmaymiz yoki juda ham qo'rqamiz. Haddan oshiq perfeksionistmiz, mukammal sharoitlarni ko'rishimiz mumkin va oxirgisi o'sha biz hozirgi vaqtimizni qadriga yetmaymiz, qadrlay olmaymiz va eng dahshati biz shunchaki komfort zonaga tushib qolganmiz. Va eng keng tarqalgani bizni chalg'itayotgan narsalar juda ham ko'p. Shuning uchun o'sha endi boshlayman, endi yakunlayman yoki endi kirishaman deganda bizni chalg'itadi-da, shunda o'ziga ilib olib ketaveradi. Ilmoqlar juda ham ko'p. Bu so'z bizdagi shakllanmay qolgan odatlarga ham daxldorligi 100%. Ya'ni bizda aynan bizga kerakli, maqsadimizga muvofiq bo'lgan odatlar shakllanmaganligi. Bu endi intizomga borib taqaladi. Bu haqida alohida gaplashamiz. Bu haqida ham alohida gaplashishimiz kerak ekan. Lekin umuman olganda, agar misol uchun biz unchalik perfeksionist bo'lmaydigan bo'lsak, bizga ko'p narsani farqi yo'q bo'ladigan bo'lsa, juda ko'p joyda farqi yo'q deb boshlangan ishlar oxirida bundoq bunaqa ko'karib ketadi-da. Sizga bitta misol aytaman. Endi bizning tomonda bitta joy bor va o'sha joyda bir tanishim
ishlagan joy bor va katta nima desa bo'ladi, archazorda. Zo'r archalar shunaqa yam-yashil bo'lib turadigan joy bor va har safar o'sha joydan o'tganimizda o'sha bir tanish yaqin insonim batafsil aytmay qo'ya qoling, mana shu daraxtlarni biza shunday lopatkani shunday tiqib, bundoq olib, bundoq tiqib ketganmiz deydi-da. Ya'ni va shu daraxtlar hozir katta archazor bo'lib qolganda, endi 5 yildir balki 8 yil oldin ekilgan daraxtlar shunaqa katta shunaqa archalar bo'lib bundoq o'sib, unib ketgan. Va qiziq tomoni, misol uchun hech kim o'sha yerda qandaydir mukammallikni xohlamagan, kutmagan va tez qilingan ishlar bo'lgan va o'sha narsa ham natija bergan. Va hayotimizda ham ko'raylik, tez tap-tup qilib qilingan ishlar farqi yo'q. Ya'ni mukammal sharoitlarni kutib o'tirmasdan boshlangan ishlar har doim natija bergan. Shundan kelib chiqqan holatda endi bir xulosa sifatida ishlarni keyinga qoldirishni oldini olish yoki ishlarni keyinga qoldirmaslik uchun nima qilish kerak degan savollarga javob bersak. Birinchisi zo'r qoida bor, impuls qoidasi. Hozir bajarish kerak, reski bajarish kerak. Kutmaslik kerak. Fikr keldimi, reski bajarish kerak. Agar siz kutsangiz, bo'ldi. Imkoniyatingizni sekin yo'qotyapsiz degan. G'oya keldimi? G'oya kelgan paytda bunda tiniq bo'ladi-da. Vaqt o'tayaptimi, u xirallashaveradi. Sekin xirallashaveradi. Bir kundan keyin o'sha g'oyangizni eslab ko'rishga harakat qiling. Juda nima edi deysiz. Bir haftadan keyin uni bundoq siluet, soyasi qoladi-da. Bir oydan keyin u hech nima qolmasligi mumkin. G'oya bor edi, qanaqa edi? Okey, mayli, proyekli. Nima undan ko'ra oshisiz degandek gap bo'ladi-da. Shundan kelib chiqqan holatda birdaniga kirishish kerak. Eng zo'r yo'li shu. Ya'ni sizda misol uchun prokrastinatsiya ko'pmi? Tugamayotgan, boshlab olgan yoki o'ylab yurgan ishlaringiz ko'p, lekin boshlay olmayapsiz, kirisha olmayapsiz. Hozir boshlang. Shunda podkastni shunday yig'ishtiringdek, ko'rmang oxirigacha podkastni, mayli. Boshqa podkastni. Boshqasini ko'ring deydi. Boshqasini ko'rmayapsiz. Nima? Buni tugating-u boshlang. Shunda tugating, reski boshlang. Va o'sha boshlagan ishingizda bitta bo'lsa ham natijaga erishsangiz, qaytib kelib qachondir albatta like, kommentariy bosib qo'yarsiz. Kommentda yozib qo'ying, o'sha ish qay darajada o'xshadi, necha foiz yoki qaysi bosqichda. Yoki misol uchun hozir shuni boshlashga ketdim deb chiqib keting. To'g'ri. Ya'ni hozir mana shu ishimni boshlamayotgan yurgandim, hozir shu ishni boshlashga ketdim deb keting. Juda ko'p ishlar qaror qabul qilish bilan bog'liq. O'sha qaror qabul qilinsa, bo'ldi, u boshlanadi. Yoki xulosa chiqarilsa, o'sha ish tugaydi. Yoki kimgadir xo'p yoki yo'q deyilsa, qaysidir og'irlikni shunday olib tashlaymiz. Biz juda ko'p holatda o'sha qarorni qabul qilmasdan olib yurishimiz ham prokrastinatsiya. Va o'rtoqlar, real gap, inson boshlab tugatilmagan va boshlashni xohlab boshlay olmay yurgan ishlarimiz, fikrlarimiz, g'oyalarimiz, rejalarimiz qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizda nevroz paydo bo'lish ehtimoli shuncha ko'payaveradi. Va bu nevrozdan qutulish uchun biz o'zimiz bilmagan holatda chalg'ituvchi omillarga kirishamiz. Masalan, ijtimoiy tarmoqqa kirib ketamiz, o'zimizni chalg'itish uchun yoki biror bir hobbilarimiz bilan shug'ullanib yuramiz. Okey, bu bizni qaysidir vaziyatda barqarorligimizni saqlash uchun, lekin bizni hayotiy muhim qarorlarimizni qabul qilmagunimizcha hayotimizda muhim o'zgarishlar, kerakli o'zgarishlar bo'lmaydi. Endi eng muhim, eng kerakli vaqt bu hozir, shu yerda. Biz hozirgi nimanidir imkoniyatimizni boy berib qo'yib, ertaga mana shu kundan, shu hozirgi vaziyatimizdan afsuslanib yurmasligimiz uchun
shu ma'noda biz shunaqa podkast qilyapmizki, aynan hozir eng muhim davr, on, vaqt. Va hozir siz agar hozir kirishadigan bo'lsangiz, ko'p narsani ulgurishingiz mumkin. Va bitta Instagramda bu ko'p aylanadi. Inglizcha aynan sitati, marafonda yugurish bo'yicha olimpiada chempioni bo'lgan bitta sportchi aytadi. Daraxt ekish uchun eng qulay vaqt 20 yil oldin edi deydi. Dahshat gapda bu. Va biz o'sha vaqtni uje qo'ldan boy berganmiz. Lekin hozir daraxt eksangiz 20 yildan keyin u juda katta daraxt bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir eng kuchli, eng qimmat, eng kuchli kuch, imkoniyatda hozir ingliz tilida now deydi. O'sha aynan shuni kuchidan foydalanish kerak. Hozirni siz boshqa ish bilan band qilib o'zingizni chalg'itib o'tkazib yuboryapsizmi? Demak, qochyapsiz degan. Qochmang o'rtoqlar. Qochmang. Ya'ni qochish bilan siz boradigan manzilingiz afsus. Siz hozir nimanidir o'zingizga ishonmasdan qo'rqib, xavotir olib, perfeksionizm sababmi yoki boshqa o'zingizdagi imkoniyatlar unchalik yetishmasligi sababmi qochib yuribsizmi, qochyapsizmi? Shunchaki gohida biz o'sha keyinga qoldirayotgan ishimiz haqida o'ylashga ham qo'rqamizda. Va o'ylashga qo'rqadigan fikrlaringizni o'ylang. Va o'sha narsalarga hozir kirishing. Hozir misol uchun kimdir aytaylik ingliz tilini o'rganmoqchidir, kimdir aytaylik mayli chet elga o'qishga bormoqchidir, kimdir biznesni yaxshilamoqchi yoki boshlamoqchidir, kimdir o'zini malakasini oshirmoqchidir, kimdir o'zini bir qalbidagi bitta muammosini hal qilmoqchidir, yoki kimdir kitob o'qishni boshlamoqchidir, kitob o'qishni tashlab qo'ygan yoki umuman o'qimagan bo'lsa va hozir boshlang. Hozir boshlamasangiz, siz keyinga qoldiraverasiz. Keyinga qoldiraverish bu sizga yana qo'shimcha o'sha afsuslarni o'zingizga afsus yaratyapsiz deganda. Menimcha mana shu yerda sekin уже tugatsak bo'ladi. Demak, xulosa qilib aytganda, ishlarni keyinga qoldirishni hammada psixologik o'ziga xos sabablari bo'ladi. Ammo keyinga qoldirmaslikka sabab topa olsak bo'ladi. Chunki bunda atrofga qarash kerak. Eng qimmat vaqt, eng qulay imkoniyat hozir shu yerda. Va qanchalik biz bunda payt poylab yotaveradigan bo'lsak, ehtimol biz xohlagan o'lja kelmasligi ham mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz, Dalda podkastini kuzatib boring. Nimadirni keyinga qoldirayotgan bo'lsangiz, o'zingiz tahlil qiling. Bugungi podkastdan kelib chiqqan holatda nimadirni hozir boshlab ko'ring va bu narsa albatta foyda beradi. Qo'shilaman. E'tibor uchun rahmat kattakon. Keyingi sonlarda ko'rishguncha hammaga xayr deb qolamiz. Ustoz, rahmat kattakon sizga. Rahmat. Bizni kuzatib borayotgan va bizni qo'llab-quvvatlayotganlarga rahmat. Va bu Dalda podkasti edi. Dalda podkasti sizni qo'llab-quvvatlaydigan, haqiqiy podдержка qiladigan psixologik podkast. Faqat siz ham bizni qo'llab-quvvatlang. Podдержкада bo'lamiz.